Assalomu men Shane Fortex. Bugun sizlar bilan esa AngelStack serverining obzorini ko'rib chiqamiz. Bu serverning spawn joyi. Bu yerda esa to'g'riga yursak, o'ng tomonda RG bloklar joyi, chap tomonda esa Resource Case ochish joyi. To'g'rida RTP zonasi, RTP qilish uchun alohida NPC bor. Uning orqa tomonida esa PP zona. Bu albatta anarxiya rejimi. Boshqa rejimlar hozirda yo'q. Albatta kelajakda qo'shib qolishimiz mumkin. Endi esa obzorga qaytamiz. Bu PP zona. Mana bu yerda alohida PP qilish uchun kengina joy bor. Bu yerda esa PP chestga olib boradigan chuqurlik bor. PP chestga olib boradigan chuqurlikdan bu yerda 3 ta albatta kirib ko'rsangiz qaysi tomondaligini bilasiz. Men hozir birinchisidan kirdim. Mana markazda PP chest bor. Boshqa joyida mana shunday qo'rqinchli atmosfera, suyaklar, skelet boshlari va hozir bizda aksiya ketmoqda. Aksiya 2 kun davom etadi. Qanaqa aksiya? Har bir kirgan o'yinchi uchun imperator ranki beriladi. Imperator ranki esa fly komandasi va kerakli PP qilish uchun kerakli bo'lgan jihozlar, anjomlar, kiyim, ovqat, kamon, nima desangiz o'sha yerda bor, elitra, har bir narsa o'sha yerda bor. Imperator ranki aksiyasi 2 kun davom etadi. Video chiqadi va bundan 2 kundan keyin. Va albatta men ownerlardan so'rab ko'raman. Resource Case olish uchun /Fortex komandasini yozsangiz, Resource Case berish komandasini qo'shishlarini iltimos qilaman. Barchaga xayr, albatta kiring. IP esa videoning ostida bo'ladi. Barchaga xayr.